Diqqat aholiga tezkor xabar. Videoga darrov bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu yangilikni siz hali eshitmadingiz. Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayollarga xush xabar bor, ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi. Videoni oxirida hamma ma'lumotni aytib o'taman. Video maksimal like bosib, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu video sizga foydali video bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, xullas birinchi planni aytsam, birinchi bo'lib, ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni ayollarning pensiya yoshi o'zgaradi. Ko'pchilik aytayapti, ya'ni ayollarning pensiya yoshi o'zgaradimi deb. Ha, o'zgaradi. Ya'ni 2026-yilning 1-martdan boshlab pensiya yoshi o'zgaradi deb ko'pchilik aytayapti. Rostdan ham pensiya yoshi o'zgarsa yaxshi bo'ladimi, yaxshi bo'lmaydimi? Ya'ni pensiya yoshiga yetish ham o'zi bo'lmayapti. Ko'pchilikning umri o'tib ketyapti, ko'pchilik erisha olmay vafot etib qolyapti. Aziz yurtdoshlar, o'zi pensiya yoshini necha yosh qilib qo'yish kerak? Ya'ni ayollarnikini, erkaklarnikini. Videoga like bosgan bo'lsangiz, biz boshladik. Pensiya yoshini necha yosh qilib qo'ygan ma'qul sizlar uchun? Menga masalan 40 yosh qilib qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Sizgachi? Buni endi hukumat, ya'ni davlat hal qiladigan narsa. Ko'pchilik aytibdi, kommentariyga kirib so'kib yozibdi, negativ yozmanglar, chunki men ham internetdagi ma'lumotni aytayapman aziz yurtdoshlar. Xullas ko'pchilik yozibdi, undan tashqari pensiya yoshiga yetish ham o'zi bo'lmayapti deb. Rostdan ham o'zi bo'lmayapti pensiya yoshiga yetish aziz yurtdoshlar. Shuning uchun sizlarga savolning aniqini qilib aytsam, pensiya yoshini kommentariy yozinglar, o'zi necha yosh qilib qo'ygan sizlarga ma'qul. Pensioner onalar bor, otaxonlar bor, onaxonlar bor. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Xullas ko'pchilik aytayapti, pensiya yoshi o'zgardi, ayollar 50 yoshdan, erkaklar 55 yoshdan deb. U qanchalik to'g'riligini bilmadim, men ham internetdagi ma'lumotni aytayapman. Shunaqa o'zgarish mumkin. Ya'ni yil o'tib yo yoz oyidan yo bahor oyidan, ya'ni 1-martdan o'zgarish mumkin. Men ham uni internetdan olib aytayapman sizlarga. O'zimni o'zim olib aytayotganim yo'q aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmaylik. Ko'pchilik negativ yozyapti. Yolg'on aytasan, sen aldayapsan. Yo'q, unaqa emas. Men ham internetdagi ma'lumotni aytayapman aziz yurtdoshlar. Shuning uchun negativ yozib odamni kayfiyatini buzmaymiz aziz yurtdoshlar, chunki o'zi bo'lmayapti sizlarga video olishni ham. Like bosganlaringizga menga hech qachon YouTube pul to'lamaydi. Ko'pchilik shu like bosganing uchun, like olganing uchun sen YouTube pul to'laydi deyishibdi. Yo'q, unaqa emas. Monetizatsiya yo'q O'zbekistonda, shuning uchun menga hali ulanmagan ham meniki, shunga menga pul bermaydi YouTube. Ishonmasangizlar, kommentariyaga yozinglar, javobini aytaman sizlarga. Xullas ko'pchilik aytayapti, monetizatsiyadan pul ishlaysan sen, mana shunaqa prosmotr ko'paytirish yo'li yolg'on gaplab debdi. Yo'q aziz yurtdoshlar, men ham internetdagi ma'lumotni aytayapman sizlarga. Mendan tashqari qancha blogerlar chiqaryapti shu yangilikni. Aziz yurtdoshlar, rostdan ham o'zgaradimi degan savolga javob esa o'zgarishi mumkin. U ham endi davlatning ishi, mening ishim emas, bilasizlar. O'zgarsa sizlarga xabar etaman. Videoga like bosinglar, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Ya'ni keyingi video nima haqida bo'lsa, nima haqida video qilaydi, shuni yozib qoldiring. Undan tashqari pensiya puli qachon oshadi? Ya'ni pensiya puli nega oz? Ya'ni ko'pchilik aytayapti 800 ming so'm olaman deyapti, ko'pchilik aytayapti 1 million olaman deb. Shular endi qachon o'zgaradi? Ya'ni 2026-yildan 1% pensiya puli oshdi, bilsangizlar. Ko'pchilik aytayotganda pensiya puli oshdi deb, rostdan ham oshibdi. Men ham eshitdim bo'yicha aytayapman. 1% ga pensiya puli oshibdi. Men ham internetdan olayotgan ma'lumotni aytayapman sizlarga. Undan tashqari ko'pchilik aytibdi, pensiya puli nega oshsa narx-navo oshib ketadi deb. Unisini bilmadim, men narx-navoni belgilaydi odam emasman. Men oddiy shu yangiliklarni aytayotgan blogerman. Aziz yurtdoshlar, xullas ko'pchilik aytibdi, pensiya puli qachon oshadi kattaroq miqdorda debdi. Unisini ham bilmadim, lekin 2027-yildan sal-pal oshishi mumkin, chunki 2026-yildan ozgina oshdi, bilsangizlar. Undan tashqari dollar kursi qachon ko'tariladi deyishibdi. Uni ham aytaman, dollar kursi 2026-yilning 1-martda, ya'ni bahor oyidan oshishi mumkin. U ham sezilarli darajada.
Hozirgi vaqtda dollar qancha bo'lyapti deganlarga 1 dollar 12 ming so'm bo'lyapti. 100 dollarimiz 1 million 200 ming so'mmi shunaqa bo'lyapti ekan. Bozordagi kursni aytyapman aziz yurtdoshlar, shuni ham esdan chiqarmaymiz. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa yoki xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldin uzr so'rayman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa обязательно bitta like bosing. Bizga hech qachon pul kirmaydi likedan. Kanalimizga обязательно obuna bo'ling. Chunki bizlarga podдержка bergan bo'lasizlar aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.